Törtkül dehqon bozorinin zonasi. Bir de Aviakassa degan banner bor. Shuni pastidan kirib barasi 10 qo'lda. Bu yoqda Qatar bor. Sarbiliniyaning mashinalari 10 qo'lda 169-do'kon. Assalomu alaykum, baraka Törtkül kanali obunachilar, hammangizga xayrli kun. Ushbu ko'rib turgan do'koni sotiladi. Narxi ham ajoyib narxda qo'yilgan. Remontlari a'lo darajada remont ishlangan. Videoga birdan like bosing, danishmishlar, yaxshi videoni tuzak qo'ying. Bir de stol kursilar gitadi ekan, stol kursilar narxi ichiga girmaydi. Pastda linoleum tushar ekan, konditsioneri bor. $4. Svetlari yonib turibdi. Törtkül dehqon bozorida 169-do'kon. Bu yon tarafimiz sho'rdan ikkisi Qatar chiqadigan yer. Produkt Qatar $4. Produkt do'kon ochilgan beri. Olib turib, arendaga berib qo'ysangiz ham bo'ladi ekan. Egasini men video sarlavhasida yozib qoldiramiz. Tayyor arendatorlari bor. Xolasangiz o'zingiz ishlasangiz ham bo'ladi. Buni orqasida yana sklad ham bor qo'shimchasini. Narxi $9,000, 1-2 so'm xayridan qaytib kelishib beriladi. Biri gamburger pishirib turibdilar. Yani bir de produkt Qatar. İban tarafımız Sarbiliniyaning mashinalari. Bir de Severa salon var ekan, shuni doğrusunda yine. 169-do'kon. Toza remontlangan. Egasini bemalol aloqa chiqarasiz.